Madi, bilaman shu pirogga yeging kelib ketyapti. Deb telefon tutib zakaz qilavermasdan, o'rningdan turib harakatini boshla. Uyimda sut yo'q deb bahona qilmagin. Magazinga chiqsang, Pyurimilkning sutlari tiqilib yotibdi. Sutni nomiga ilitasan, dro'jji, tuz, nomiga shakar va bir osh qoshiq un solib, apara qilib 10 minutga olib qo'yasan. 10 minut ichida duxovkani yoqib qo'yish esingdan chiqmasin. Tayyor aparaga sariyog', tuxum, un solib, xamir qorasan. Xamiringni chochingga lak sepgandek qotirib qo'ymagin. Yumshoq, elastichniy qo'lga yopishgan xamir qorasan. Bir amallab qolgan xamiringni ustini strichlab o'rab 40 minutga olib qo'ygin. Nimaga? degan savolni bermagin. Aqlingni ishlat, uzatiladigan qizsan. Xamir oshishi kerak. Xamir ishganini ko'rib, labingni shirishga oshiqmagin. O'z tabiiy chiroylisan. Oshgan xamiringni ikkiga bo'lib olasan, yarmini yana ikkiga bo'lib olasan. Eng katta bo'lagini qolpingga moslab yoyib olasan. Chetlarini chiqarib yoyish esingdan chiqmasin. Qolgan ikkita kichkina xamiringdan uzuncha lentali kesib olgin. Har doim onajoning yopib beradigan jemma bitasini podvaldan olib chiqib, yoygan xamiringni ustiga bir tekis qilib surib chiqasan. Xayol surib, bir dunyo solishing shart emas. Nomiga surib chiqsang yetadi. Oldindan kesib qo'ygan lentalaringni savatga o'xshab to'qib chiqasan. Qo'lim kelishmayapti degan bahonalaringni qilmagin. Soatlab qiyin prochoskalarni qilgan oddiy o'rishni qila olmaysanmi? Sani tilingda oson tushuntirsam, oxirgi etapida makiyajini qilasan. Bitta tuxum sarig'iga bir choy qoshiq qaymonni solib, yaxshilab aralashtirgin. Yuzingga maska surgandek sekan-astalik bilan pirogga yuziga surib chiqqin. 180 gradusda 40 daqiqada pishirib olasan. Qaymoq bilan tuxum sarig'ini kuchini ko'rdingmi? Yuzingga haylatir surgandek yaltiratib qo'yadi. Endi qo'rqmasdan sovchilaringni kutib olsang bo'ladi. Retseptini saqlab olib, videoni taqvo yuradigan Madinalarga jo'natib qo'yinglar.